Hammaga salom deb. Sizlar bilan men Zitko's. Bugungi videomizda ishqib o'sha boyagi zonani qanday qilib yuklab olishni ko'rsataman. Bunda bizga Telegramdan o'sha zo'r qishloq papkasini yuklanmalar jildiga saqlab olasizda, keyin zarchi yerga kirib aytgancha obuna bo'lish esdan chiqmasin. Iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Android zarchi yerga kirib Android data keyin Help Studio. Buni ham tashib qo'yganman. Base APK qaus ichida Base qaus ichida bir APK degan. Ishqab mana shu Help Studio mana shunga bosamiz. Files Games HVQQOVUFQ ga bosamiz. Keyin MYANFAQYZRNTLQ ga bosamiz. Keyin undo edi. Yo'q, adashib ketdim. Uzr qo'yasizlar. Birinchi download dan keyin Telegram chiqadi, o'shanga bosasizlar. Keyin zo'r qishloq degan papka chiqadi. Men buni Bluetoothdan yuklab olganman. Mana zo'r qishloq zip. Shunda hozir mana bunday bu yerga chiqarmoqni bossa mana shu chiqadi. Keyin mana shuni kopiya qilib mana bunday qilib mana uni bosamiz. Keyin mana shunday kopiya bo'ladi. Bo'ldi. Tugat. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar.